Bolalikning qo'lidan tutib. Ushbu to'plamda uzoq viloyatlarda yashovchi faxriy o'qituvchi ijodkorlarning bir-biridan qiziq hikoya va qissalar joy olgan. Ularni o'qir ekansiz, ko'z oldingizda ona yurtimizdagi purviqor tog'larning sir-sinoatlari, tebranuvchi va kuylovchi ming yillik archalar va shu kabi tabiatning kutilmagan mo'jizalari bilan tanishasiz. Bu kitob qahramonlari ham sizning tengdoshlaringiz, bugunning bolalari. Ularning ajoyib sarguzashtlari sizlarni aslo zeriktirmaydi. Bolalikning qo'lidan tutib, sizni xotiralar, qahramonlar va ezgulik olamiga chorlaydi. Bobur Ahmad Muhammadiy hikoyasi bilan siz tog'dagi sirli hodisaga guvoh bo'lasiz. Xo'roz mingan bola bilan esa har bir ertalabning mo'jizasini his etasiz. Hoshir Toshqulovning hikoyalarida esa tugunlik kechalar va rivoyatlar sizni kutmoqda. Qizil olma, cho'pon tayog'i har bir do'stlik va mardlik haqida so'zlaydi. Isoq Ismoilovning Qishloqda, Tulkining uyi va Topqir qiz asarlari orqali mehr, topqirlik va yordam ruhini his etasiz. O'roq Saidovning G'ozlar qaytgan kun hikoyasida bolalikning so'nggi lahzasi, iliq xotiralar bilan xayrlashuvni uchratasiz. Bolalikning qo'lidan tutib, bolalar uchun, lekin har bir katta uchun ham qimmatli xotiralar. O'qing, biz tavsiya etamiz.